Hurmatli do'stlar, videoni boshlashdan oldin sizlarga shuni eslatib o'tamizki, bu videoda sizlarga karta haqida tushunchalar, yangiliklar, qaysi bank kartalari yaxshi va shu karta bo'yicha maslahatlar berib o'tilgan. Iltimos, videoni ko'rish davomida ovozlarga va berilgan tavsiyalarga e'tibor beringlar va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Albatta javob olasiz. Videoni ko'rishni bo'lmasa boshlaymiz. Qani ketdik. Hop, hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan doimgidek yana specialist kodi. Hop, oxirgi qo'ygan videomizga ham mana salkam 6 oydan oshibdi. Uni ham xuddi shunaqa paputi o'tirgan holatda qiziqishga video qo'ygandim. Qiziqishga video qildim. 24 mingta odam shu videomizga qiziqish bildiribdi. Xo'sh, bizda nimalar o'zgardi? Bizda qanaqa opitlar bo'ldi? Kartani to'g'risi raqamini ko'rsatishga odam sal cho'chib qoldi, chunki SMS kelaveradi, kartangizdan pul ichilmoqda, tasdiqlash kodi hech kimga aytmang deb. Endi haligi men qanday tushuntirsam bo'lar? Xuddi ular o'ylaydiki, karta bo'yicha qaysidir ma'noda mutaxassis, ekspert deydimi o'sha. O'zi hammani o'zini tushunchasi bor menga nisbatan. Kartani tushunadigan odamda qanaqa qilib ular uxlatishi mumkin to'g'risi bilmadim. Kartamdan pul ichishga harakat qiladi, boshqa qiladi, har xil narsalar qilib ko'rishdi. Lekin men ular o'ylaganchalik to'poy emasman. Visa kartamdan ham ichishga harakat qilib ko'rishdi. Humoyimdan ham ichishga harakat qilib ko'rdi. Humodan ham bir ikki marta SMS keldi, bepul yo'lamoqchi, unga yo'lamoqchi deb. Endi o'sha odamlar balki men kanalimda turgan bo'lsa, mabodo ko'rib qolsalaring, harakat qilaveringlar. Xo'p do'stlar, mana videoni sal qulayroq qo'yib oldim. Xo'p, bunday qilsam karta raqami ko'rinmaydigan umiddaman. Buni esa bunday qilib qo'yib qo'yaman. Mana bunday holatda qo'ysam, mana ko'rinib qolyapti. Red agensiyadan ajoyib taklif. Siz agar biznesingizni avtomatlaringizga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, biz o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Biz sizga sifatli tarzda Telegram bot yaratib beramiz va savdo va mijozlaringizni oqimini oshirishga yordam beramiz. Bizga aloqaga chiqing, qolganini kelishamiz. Kutamiz sizni. Buni ham bu ko'pchilik bitta ikkitasi, ko'p odamlar buni ham KSVS kodlari hammasini bilib olibdi, lekin buni hali bilmaydi. Bilsa ham foydasi yo'q. Chunki buni yangi chiqardim, buni ham hozir gapirib o'taman. Xo'p, qaranglar. Menda nima opitlar bo'ldi? Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Men sizlarga bir informatsiyalar berib o'tib ketaman. Xo'p, qaranglar. Birinchi navbatda shu doimgidek kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki karta haqida, boshqa narsalar haqida nimadir yangilik chiqsa, imkon qadar birinchilardan bo'lib chiqarishga harakat qilaman. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilamanki, shu kanalimga obuna bo'lib, izoh yozib qo'ysalaring, shu like bosib qo'ysalaring, shu tezroq video rekka chiqsa, qolganlarga ham shu manfaat tegsa, biz xursand bo'lamiz. Bizning kanalimizda bugun 3-noyabr kuni yangilik bo'ldi. Biz 1000 ta bo'ldik. Balki bu videodan keyin kimdir atpiska qilsa tushib qolishimiz ham mumkin, lekin hozircha biz 1000 ta bo'ldik, ya'ni 1000 taga erishdik. Undan atpiska qiladimi bizga qizig'i yo'q, lekin biz 1000 taga erishdik. Ekranlaringizni balki rasmini chiqarib qo'yaman agar montajingizdan chiqib qolmasa. Xo'p, kanalga obuna bo'libsizlar bizatini. Hop, nima narsalar bo'ldi, nima yangiliklar bo'ldi, nima narsalar qildim men, nimaga o'tgan safarga nisbatan meni kartalarim kam, shularni aytib o'taman bugun. Bugun karta haqida gaplashadigan juda ko'p ma'lumotlar bor, juda ko'p gaplar bor, juda ko'p informatsiyalar yig'ib qo'yganman men. O'tgan safarga nisbatan bu safargi gaplarni balki to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki 6 oy bo'ldi u narsa, 6 oydan keyin qaysidir narsalar o'zgarishi. Qaranglar. To'g'risi hozir gaplarim chalkashib ketyapti, chunki gapiradigan gap juda ham ko'p. Men juda ko'p gaplarni sizlar uchun yig'ganman, shuncha tajriba, bilimlarni. Xo'p, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, o'tgan safargi videodan kelamiz, ya'ni oxirgi qo'ygan videomiz. Qaysi bank kartasi yaxshi ishlatishmasam sarlavhasi. Xo'p, shu yerda men kartalarimni terib olib turib, shu yerda kompyuter fonida paput o'tirib video qilganman. Instagram YouTube'ga qo'yib yubordim.
shu 24 ming odam ko'rdi deb aytdim o'sha video. Shu videoda aytganmanki, men bank kartalarini gapirib o'tganman. Bu karta deb. Avo banknikini gapirgandim, boshqa banklarnikini gapirgandim. Endi u videoni esimda boricha aytaman. Adashmasam shu videoda Avo banknikini ham men ko'rsatgandim. Uni Instagramlarimni ham qo'yib borganman. Mana shu Instagramda kuzatadiganlar bo'lsa mabodo izohga yozib beringlar. Instagramda ko'rganman-da. Shu Instagramda Avo bankda bir qisqaystir mana reklama qilganman. Shu qayergadir borib, shu Avo bank bilan to'laganman-da. Avo bankni ushlab qo'limda rasmga olib, ularni отметка qilib qo'yganman. Xo'p, o'sha Avo bankda mendek katta yomon narsa bo'lgan. Chunki Avo bankdan birinchi gapiray, chunki eng gilam narsa buzgan, eng yomon bo'lgan narsa bo'ldi. Menda o'sha Avo bank bilan, ya'ni nima? Men u kartani oldim. Menga tekinga tushdi u karta. Hech qanaqa to'lov qilmadim. Bordim, tekinga oldim, ishlatdim. U kartani men hech qayerda men ko'rmagandim. Agar uni 186 ta varaqda ruscha PDF fayl ichida yozib qo'ymagan bo'lsa, qaysidir joyiga, lekin men ko'rmadim oylik to'lov bor degan joyini. Men shu narsaga tushunmayman banklarda nimaga biz O'zbekistonda bankka bo'lib turib ruscha biz shartnoma o'qishimiz kerak. Men ko'p banklardan karta olsam shartnomasi ruschada. Men misol ruschani umuman deyarli ham deb bo'lam bilmayman. Hali gaplashib bo'ladigan 2-3 ta so'zlarni bilaman xolosda. O'sha biz o'zini qayerdan bilaman, biz o'yin o'ynaymiz. O'yinimizda shu gaplashadigan gaplar bor. Bu banetda, tepada, metdan kelyapti, mettimcha odam bor. Shunaqa so'zlarda hali sanoqli, qo'lda sanasa bo'ladigan sanoqli so'zlarni bilaman xolos. Shartnomada u men ishlatgan gaplar deyarli yo'q, shartnomalarda ishlatilmaydi. Boshqacha so'zlar bo'ladi dedi. Shu tushunmayman. Aytgan bo'lardim, imkon qadar o'sha varaqda qisqaroq, lo'nda deydi-yu. Qisqaroq qilib yozishsin. O'sha imkon qadar o'sha misol shartnomani og'zaki tarzda tezlab o'qib bergan variantini Telegram, Instagrammi shunaqa variantda qo'ysa, o'shani o'qigisi ko'pchilik o'qimaydi. Misol men o'qishni juda yomon ko'raman. U varaqlarni o'qib chiqish kerak bo'ladi. Kamida 7 yoki 8 o'sha varaq deylik, o'sha PDF anaqa fayl ichida yozuv bo'ladi. Hech kim o'qimaydi. O'sha audio formatda yoki qisqa lo'nda qilib misol bitta odam gapirib bersa, kamida misol biz uni o'qiydigan bo'lsak, kamida 5 minut, 10 minut vaqtimiz ketsa, o'shani 1 minut yoki 2 minutlik videoda qilib gapirib bersa, ko'rib tushunib olamiz. Shartnomada bunaqa talab bor ekan, bunaqa narsasi bor ekan. Buni menga to'g'ri keladi, buni to'g'ri kelmaydi deb misol bilib olish uchun-da. Men shu narsani juda ko'p banklarda minus deb ko'rdim. Nimaga men gapni bundan olib keldim? Shu Avo bankda bo'ldi menda. Avo bankda olganimdan keyin mendan o'sha ishlatganimdan keyin 1 oydan keyin pul so'radi mendan u bank. Mendan pul so'radi. Oylik to'lov to'lashing kerak dedi. Anaqa hisob raqam bilan, hisob raqamga xizmat bilan, keyin bank xizmat shunaqa narsa qisqasi 16 ming hech bildirib pul oldi birinchi oy. Ikkinchi oy ishlatdim, keyin unda 20 qanchadir oldi. Undan keyin 30 ga qarab ketyapti. Keyin men arada yana bitta narsa bo'ldi. U bank plastik yangi olgan paytdan bankomatdan ishlatib ko'raychi, bankomatlar ishlarmikan dedimda. Men ham ataylab hali yaxshi bo'lmagan bankka bordim, nomini aytmayman. Oddiyroq, hali xarobatsiz qilayotgan eski bank, eski emas, yangiroq bank, lekin ommaga chiqmagan, mijozlari kam bo'lgan bankka bordimda. Endi o'shanga tiqdim men ataylab. Mastercard yozib qo'ygan ekan, o'sha tabii ishlaydi chetda. Keyin men o'shanga tiqdimda balansini ko'rdim. Ichida o'zi 12 ming 13 puli bor edi. Balansni ko'rdim. Ekranda yozuv chiqdi. 2 ming 1000 pul ko'rsatdi menga. Men bilaman, tabii men kartam oxir marta necha pul ko'rgan bo'lsam, o'shani boshda sonini bilaman-da. Misol premyerda menda kartamda 12-13 ming pul bor deb shunaqa premyerni aytalaman. Lekin aniq aytolmayman, lekin shu atrofda bor. Aniq bilaman, shu 12 ming yoki 13 ming puli bor. Keyin 1000 so'm 2000 chiqaruvdim, men hayron qoldim. Men kecha ko'rgandim, unaqa basdi-ku dedimda, keyin Avo bank programmaga kirdimda, shuni istoriyani ko'rdim. Qayerga ishlatdim ekan, eslolmayapman-da. Keyin
O'zi bank kartani olgan odam uni 1 oyda ishlatadigan bo'lsa, kuniga 1 martadan ishlatganda 1 oyda 30 marta ishlatadi. Yoki 30-40 martada. 30-40 marta ishlatadi, uni ham qanaqa joyga to'lov qiladi-da, uzoqqa borsa to'lov qiladi yoki kamdan kam pul o'tkazadi. Men o'zimdan kelib chiqaman, misol u kartadan asosan pul tushiraman-da, do'konlarga chiqib to'lov qilaman. Men asosan o'sha ishlatgan shu bo'lganman. O'tkazma juda kam qilaman. O'zidan telefonimga to'layman yoki chiqaman, misol magazin narsa olaman. Shunaqa asosan shunaqa ketadi-da. Ular olib turgan narsa, misol bank xizmatlariga deb mendan pul olganiga men tushunmadim. Men u bankka misol u bankdan tekinga karta olib har oy 20 mingdan to'lagandan ko'ra, borib undan 60 mingga bitta o'z kartaga himoya ochib turib tekinga ishlatganman. Ancha выгоднее-da. Bankomatdan pul ichib turganda foizi kam bo'ladi. Balans ko'rish tekin bo'ladi. Hozir bu yerda ham kartani prosta tekinga beryapti, lekin sizdan har oy 20 mingni ichyapti, balans ko'raman desangiz, 10 ming ichib oladi, pul ichaman desangiz, bankomat komissiyasi alohida, Avobank komissiyasi alohida. Вообще hali qulaylik ko'rmadim-da men, to'g'risi. U plastik kartada men deyarli qulaylik ko'rmadim. Qulayligi nima? Hamma kartani qo'lidan keladigan narsa to'lov qilish, pul ichish bo'ldi. Hamma kartani qo'lidan keladi, lekin mijozga qulaylik yo'q. Mijozda qo'pollik tarish bo'lyapti, yedirish. U qanday tushunsa bo'ladi. Endi ularda ham rasxoti bor, boshqasi bor, lekin u bank endi rasxoti bor ekan deb hamma narsani klientdan olmaslik kerak-da. U boshqa joylardan qanaqadir imkoniyatlar qilib turib qoplash kerak-da o'zini rasxotini. Misol boshqa banklar ham misol qoplaydi-ku. Misol mana buni vizani olganman 55 ming so'mga. Balans ko'rish tekin, pul ichishda komissiyalar neski, hech qanaqa to'lov yo'q, oyma-oy 55 mingga olganman. Mana ishlatib yuribman. 2 marta ishlatdim. Mendan na pul so'radi. Valyuta ayirboshlashda komissiyasi ham past. Komissiyasi past debman. Valyuta past, komissiya yo'q. Shunaqa. Endi nimaga bu yerda hozir kartalar kam? Men shu savollaringga
2-3 oyma to'g'ri qoladi. Men kerak emas endi u kartada. Kim buni zakaz siz saqlasangiz bo'ladi lekin. Lekin buni ishlatib yursangiz, ko'chalarda olib yursangiz, aqa-baqa ko'p движение qiladigan bo'lsangiz, buni saqlash noto'g'ri. Chunki yo'qotib qo'ysangiz yoki kimdir misol
ko'rinmaydigan shartnoma asosida shunaqa qilib unga berasiz. Bu Click'da yoki o'sha Paynetda. Hamma karta. Yo'q, beelinimga ulangan bo'lgan. Hamma kartam beelinimda bo'lgan. O'sha beelinimga ulangan nomerlarda pul yechib olavergan, keyin bitta usulni sinab ko'rmoqchi bo'lganman-da. Ko'chada o'sha bilsanglar hozir magazinlarda hali sim kartalar sotyapti.
Endi yo'qolib qolsa endi 50 ming so'mdan 50 ming so'mdan yechib qo'yish ham mumkin u. Bu tarafi ham bor. Maksimal darajada yo'qotmasalaring, o'zlaring o'sha bunaqa narsalar qilib yo'qotmasdan olib yursalaring, lekin zo'r. Ham Humo kart ko'rasizlar. Shu tarafi zo'r. Xo'p. Yana nima